Hozir. Kim bu? Yana kim bo'lardi? Gap bor senga. Yo'q, nima gap ekan? Xullas, agrotlarga nimaga qaramayapsan? Agrotlarga ham qarashim kerakmi? Ha-da. Eringga aytib bersamchi, o'rmonga qayoqqa borgan? Bo'ldi. Men hech narsa qila olmayman. Agrotga qarash kerak. Bu meni uyim va uyimning oldida agrot bo'lsa, unga qarashim kerak degani emas. Iloji yo'q. Aytgancha. Menga yana pul kerak. Pul yo'q. Aytmoqchi, seni kimdir qidirib kelgandi. Kim? Bilmadim. Parkovka yonida g'alati kiyimli jeritel. Tushunursan, gapni olib qochib ketdi-yu, pul kerak desam, bu hammaga salom do'stlar. Mening ismim Butcher va yangi videoga xush kelibsizlar. Gap shundaki, men yig'ib qo'ygan pullar, xullas, kim avvalgi videoni ko'rmagan bo'lsa, men mana shu merni xotini bo'lgan ayol unga xiyonat qilib yurganini ko'rib qoldim va albatta undan hech kimga hech narsa aytmaslik uchun pul talab qila boshladim va u menga bu pullarni berdi. Lekin ular mana bu temir sandiqni buzib kirishga yetmas ekan, ya'ni uni buza oladigan odamni yonlash uchun shunga menga yana ham ko'proq pul kerak bo'ladi. Lekin u menga pul bermayapti. Ya'ni merni xotini, bu ayol merni xotini. Nima qilsam ekan? Qayerdan pul topish mumkin? O'ylash kerak. Albatta, fermerchilikdan keladigan oylik bor yo'g'i 1 stak izumrud. Unchalik ham ko'p emas. Umuman hech narsaga yetmaydi. Qishloqda yashashga yetadi xolos. Menga esa yana xuddi shuncha miqdordagi almazlar kerak bo'ladi. Menda esa pul yo'q. Nima qilishni ham bilmay qoldim. Mayli, hammasi yaxshi bo'ladi. Qani borib ko'raylikchi, kim keldi ekan? G'alati kiyimli jeritel deganday bo'ldi. Kim meni qidirib kelgan bo'lishi mumkin? Jeritellar yana axir u pochtachi-ku, tushunursan. Tak. Salom pochtachi janob. Salom. Olib keldingizmi? Yaxshi. Buzilmadimi hech narsa? Yo'q, albatta. Men hamma narsani yaxshi olib kelaman. Okey, yoqib ishlatib ko'rsam bo'ladimi? Albatta. Tak, kompyuter, kreslo va albatta o'zini sistema bloki. Hammasi ishlayapti. Yaxshi, men olaman. Okey, sizdan 1200 bo'ladi. 1200 Yomonmas. Ofis kompyuteri uchun juda ham qimmat. Yo'q, ofis kompyuteri sizdek odam olmasa kerak. Ko'rdim ko'chada zo'r narsalar turibdi. Bo'lishi mumkin. Mayli, mana pulingizni oling. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bo'ldimi? Bo'ldi. Yana sizni kutib qolamiz do'konimizda. Albatta boraman yana. Yaxshi. Bularni albatta sarflash yomon, ammo menga kompyuter kerak bo'ladi. Endi esa merning yoniga. Janob mer, salom. Assalomu alaykum. Alaykum. Xullas, men sizga kartoshkalarni olib keldim. Fermada ishlayapman. Yaxshi. Mana olishingiz mumkin. Qo'lingda kompyutermidi? Tushunasanmi? Jonchilik emas, lekin tushunaman. Meniki buzilib qoldi, bir ko'rib bermaysanmi? Albatta, shu yerdami? Opa, bu yana nima bo'ldi? Qanaqadir olib. Tegina ko'rma unga. Qo'y, senga nima deyapman? Sen ham shurdamsan, albatta. Faqat bildirib qo'yma. Tushundim. Tak. Janob mer, afsuski, kompyuteringizni Windowsni yangilash kerak, men esa yangilay olmayman. Nima qilay? Usta chaqiring. Bo'pti. Yaxshi. Do'stlar, ana bu oltin haykalchani ko'rdinglarmi? Qiziq, qayerdan oldik mer bunaqa narsani? Lekin ko'rinishdan ancha-muncha og'ir. Bu degani esa oltin ko'p ichida va yaxshigina sotishi mumkin. Yaxshi, agarda menga merni xotini yordam beradigan bo'lsa, ana o'shani o'g'irlab ketishim mumkin bo'ladi va uni sotsam anchagina pul bo'lishi aniq. Mana bu yaxshigina g'oya. Faqatgina ishonchim komil emas. Yaxshi chiqarmikin o'g'irlik? Chunki bir necha marta shundoq ham pullarni oldim, dollarlarni oldim, almazlarni oldim. Agarda bilib qoladigandek bo'lsa, yaxshi bo'lmaydi. Mayli, bo'ldi. Mana shunday tursin, hammasi qulay bo'ldi. Endi bu yerda ishlashim mumkin. Ana yo'lda nima edi? Tushunmadim. Unitazlarmi? Kim xurmon ichiga unitazlarni tashlab ketibdi? Qiziq, borib bir ko'rish kerak. Mayli, o'ylamagandim bu yerda bunaqa narsa chiqadi deb, yana o'rmonni bir burchagida. Hozir ko'ramiz. Qanaqadir uycha va unitaz turibdi. Buni qaranglar. Ikkita turibdi. Tushunursan, bittasini olib ketsam, sandiq ichida hech narsa yo'q ekan. Buni olib ketaman-da o'zimga o'rnatib olaman. Faqatgina bilmadim qayerga qo'yishni, chunki qishloqda juda ham kam hojatxonalar. Mana bu joy aytgancha juda ham ancha vaqtdan beri bo'sh yotibdi, hech qanday egasi yo'q. Shu yerda o'zimga hojatxona qilib olsam bo'ladi yoki stop do'stlar, axir tak, davay kelinglar, ikkinchi hojatxonni ham olamizda va o'zimizga mana shu unitazlarni qo'yib, pullik hojatxona ochamiz. Kirish 5000 so'm bo'ladi va ana shu 5000 so'm evaziga istalgan ishni qilish mumkin bo'ladi bu yerda. Tak, mana bu yerga va mana bu yerga. Yaxshi. Endi esa bularning o'rtasiga qanaqangi devor qo'ysam ekan? Xo'sh, bu yerda albatta bir ikkita variantlar bor. Qani edi? Mana bu eshiklarni qo'yishimiz
mumkin. Vakillar mana bu bloklarni ham olib olamiz kerak bo'lib qolar. Tak, mana bu yerdan qo'ysak yopiladi-yu, lekin bunisi ochiq qoldi-da. Nima qilishim mumkin? Ha, boshqa iloji yo'q shekilli, shunchaki devor qo'yishimiz kerak yoki bilmadim. Tak, qani edi bu yerda? Xo'sh, mana buni olamiz va mana bularni ham balki ozgina bu uyni kengaytirishimizga to'g'ri kelar yoki kengaytirsak hojatxonaga o'xshamay qoladi-da, juda ham katta joy bo'lsa. Yo'q, bu tarafga chiqa olmaymiz. Tushunarli. Bu yerni hozir ochganimiz bilan ancha-muncha yana joy qo'shishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham kelinglar shu yerdan shunchaki bloklar bilan yopib qo'yamiz. Tak. Boshqa g'oya yo'q. Bu tarafga ham chiqib bo'lmaydi. Mayli, mana shunday qo'yamiz va bo'ldi do'stlar. Mana endi to'siq bor, bitta eshik yaxshi va ikkita ajoyib. Endi kirib chiqish mumkin. Qoyil. Mana bu boshqa gap. Bemalol o'tirib, mana bunday ishlarni qilish mumkin, hayot haqida o'ylash mumkin. Hech kim xalaqit bermaydi. Bor yo'g'i 5000 so'm. Undan tashqari bizga rakovina kerak. Mana bu yerda sotarmikin? Menimcha sotar edi. Chunki qo'shnim ravanni olganini ko'rganim. Salom jechil. Salom. Menga mana bu narsa как раз kerak. Necha pul bo'ladi? $200. 200 ushla. Olaman. Nimaga o'zi? Kerakda jechil, nima ishing bor? Bo'pti. Tak, ketdik. Hozir boramizda buni o'rnatamiz va hojatxonamiz tayyor bo'ladi. Bunchalik tez biznes boshlaymiz deb o'ylamagan edim. Xo'sh, bu yerga qo'yib bo'lmaydi. Tashqariga qo'ysa ham xunuk bo'ladi, axir qulflab ichiga tashlab ketishim kerak. Agarda mana bu yerni ochsak, tashqariga katta blok. Tak, stop do'stlar, axir kichkina bloklar bor, lekin ularni qayerdan olsam bo'larki? Mana shuni yopishga yetadigan yog'och merni uyida bor. Axir merni uyini devori xuddi shunday ajratilgan. Faqatgina uni ola olmayman-da. Menga tak yordami kerak bo'ladi. Merni xotinini, merni chalg'itib olib chiqib ketadi. Men esa borib olaman. Tak, qani edi telefon? Cho'ntagimda yaxshi. Xo'sh. Halo. Menga yordaming kerak. Nima yordam? Merni olib chiqib ketgan. Mana bu oltin haykalga ko'z olaytirma. Unga ko'z olaytirganim yo'q. Menga blok kerak ichkaridan. Qanaqangi blok? Ishing bo'lmasin, prosta olib chiqib ket, bo'ldi. Bo'pti. Xo'sh, yaxshi do'stlar, qani endi boramiz. O'zi qayoqqa ketyapmiz? Sizga ko'rsataman dam olamizda. Xo'p, bo'pti. Tushunarsiz nima bo'ldi? Tiqilib qoldimmi, olib ketdimi? Ovoz eshitilgandek bo'ldi. Mayli, endi boramizda. Hozir kirib olamiz. Tak. Eshikni yopiq-ku. Tushunarsiz. Xo'sh, ochamiz va endi mana bu yerdan olishimiz kerak. Xo'sh. Albatta, va'da berganimdek oltinga tegmayman. Mana buni olsak bo'lgan. Bu yerni hozir yopamizda ketamiz. Ish qilib hech kim ko'rmasa bo'lgan. Qancha kimdir ko'rsa ham menga hech kim bu yerda hech narsa qila olmaydi. Xo'sh, qani ketdik, boramizda qo'yib qo'yamiz. Shu bilan bu yer yopiq bo'ladi. Oppa, mana yaxshi. Bilinmaydi ham. Qo'yil do'stlar, buni qaranglar. Juda ham zo'r chiqdi. Qani endi ichkaridan gap bo'lishi mumkin emas. Bemalol kirib chiqish mumkin bo'ladi. Qo'yil do'stlar, endi bizga bilasizlarmi nima kerak? Hojatxona borligini ko'rsatadigan yozuvlar. Shuning uchun ham kelinglar hozir birdaniga tablichkalar yasab olamiz va o'sha tablichkalar bizni hojatxona tarafga olib keladigan bo'ladi. Hech o'ylamagandim hojatxona boshlig'i bo'laman deb. Mayli, endi buni olib boramizda qo'yib qo'yamiz. Tak. Qaysi tarafdan qo'ysak? Mana bu yerdan qo'ysak bo'ladi. Xo'sh, qani? Hojatxona. Yo'q do'stlar, yo'q. Hojatxona bo'lmaydi. Kelinglar qilib qo'yamiz. Ajoyib va albatta narxi 5000 so'm. Qoyil, ajoyib, 5000 so'm. Endi esa mana buni bittasini shu yerga qo'yamiz. Strelka bilan ko'rsatib tursin. Xo'sh, chizamiz. Mana bunday va mana davay strelka kerak bizga. Endi oxirgi bo'ldi do'stlar, hojatxonaga ko'rsatib turibdi. Endi esa bunisini o'rnatamiz. Mana bu yerga sal uzoqroqqa turgani ma'qul. Yaxshi, bu tarafga ko'rsatyapti. Xo'sh, buni kelinglar olamiz. Noto'g'ri tarafga ko'rsatib qo'ydi va agrot tarafdagi belgiga ko'rsatsin yaxshisi. Mana bunday va yozamiz. Endi esa tagidan albatta yana strelkani boshi, endi esa dumi. Bo'ldi do'stlar, mana bu yerdan bu tarafga ko'rsatadi. Bu yerga keladi odam, mana bu yozuvni ko'radi. Keyin esa bu yerdan srazu mana bu yoqqa kelib tepadagi yozuvni ko'radi. Bu yerda esa men turaman. Qo'yilsa, mana bu zo'r biznes g'oya, chunki quduqning yoniga hamma keladi, o'tadi, qaytadi, ko'rishadi va albatta zo'r bo'ladi. Hojatxona. Ha, shu yerda hojatxona bor. Kel. Hozir necha pul? 5000 so'm. Mana bu yerda yozilgan. Mana kiraveraymi? Ha, oxiridagisi bo'sh. Rahmat. Hozir. Tushunursin. Mayli, xalq bermaganim ma'qul. Juda ham og'rib qolgan shekilli qorni. Bo'ldi, ketdik. Xo'sh, boramizda mana bu pulni olib qo'yamiz. Chunki bu juda ham kam, lekin kuniga
juda ham ko'p odam kelishi aniq va pulimiz albatta ko'payib ketadi. Yaxshi, bu yoqqa va bu $10 o'z joyi bor. Bo'ldi, yaxshi do'stlar, endi buni bu yoqqa tashlaymiz va endi bemalol biz nima qilishimiz mumkin? Tak, xabar kelibdi Mirni xotinidan. Mayli, keyin ko'raman. Hozir esa kelinglar. Hoy, jitel, sasib ketgan-chi, tushunirsan. Jitel o'lib qolmadingmi ish qilib? Yo-mayo. Bu tushunirsan. Bunday bo'ladi deb o'ylamagandim. Mirni xotiniga yana bir qo'shimcha ish topiladi shekilli, chunki meni bu ishni qilish xohishim yo'q. Mirni xotinini esa majburlash mumkin.